Nega bu multfilmda eshiklar bor va orqa va oldinni ko'rish uchun oynalar bor, lekin nimaga bu multfilmda odamlar yo'q? Bugungi videoda aynan shu savolga javob topamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga bittadan like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'yishim esilardan chiqmasin. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Bir qarashda bu multfilm mashinalar olamiga adaptatsiyadek ko'rinsa-da, lekin bu unday emas. Keling, men sizga buni tushuntirib beraman. Eshiklar, oynalar va tutqichlar bular mashinalarga nimaga kerak? Axir bular odamlarga kerak bo'ladi. Yana shuni aytishim kerakki, bunday aniqlikdagi yozuvlarni ular qanday qilib yozishgan? Axir g'ildiraklar bilan bunday yozuvlarni yozish imkonsiz. Ha, menimcha bu shaharda oldin odamlar bo'lishgan. Menimcha bu shaharda oldin mashinalarning o'rniga odamlar bo'lishgan va mashinalar erkin yashashni xohlab odamlarni yo'q qilishgan. Aynan mana bu kadrda ham ichimliklarni ko'rishimiz mumkin. Mashinalar benzin iste'mol qilishsa, nimaga bu yerda ichimliklar bor? Kelinglar, men sizlarga yana bir teoriyani aytib bersam. Odamlar jazirama issiqdan aziyat chekishadi va olimlar yerda yashab qolish yo'lini o'ylab topgan. Unga ko'ra, insonlar mashinaga biriktiriladi va ularga issiq ta'sir qilmaydi va ular xuddi mana shunaqa mashina holatda yashashda davom etishgan. Videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosing va kelgusi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Keyingi videolargacha xayr, sog' va salomat bo'ling.